Mana shu rasm 1880-yilda olingan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Masjid Nabaviyning aynan ichida joylashgan muzey borligini bilarmidingiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Masjid Nabaviyning 22-eshigidan kirganingizda to'g'riga yurib, mana shu eshikdan 2-etajga chiqsangiz, ana o'sha yerda kichik muzey joylashgan. Muzeyda hammamiz yaxshi ko'rgan Makkaning imomi Shayx Abdurrahman As-Sudays janoblariga sovg'a qilingan Qur'on mavjud va muzeyda Masjid Nabaviyning va Masjidul Haromning 1880-yilda olingan bir necha rasmlari mavjud. Misol uchun bu yerda hojilar Arafat tog'ida turganlar. Bunisida esa Ka'ba va uning yonidagi bino Zamzam qudug'ining o'rni bo'lgan. Va mana bu lavhadagi iplardan Qur'oni Karimni yozishganda satrlar o'rnida foydalanishgan. Mana bular esa siyohdon va bundan tashqari bir nechta qadimiy yodgorliklar mavjud. Muzeyda islom olamidagi qadimiy hadis kitoblari ham mavjud. Muzeyga kirish mutlaqo bepul. Muzey ertalabki soat 8:30 dan peshingi soat 12 gacha, kechki payt soat 16:00 dan 21:00 gacha ishlaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.